Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Spark avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz 2013-yil 300 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya. Xullas, oq rangdagi Spark mashinamiz mana holatini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor. Kvadratnik choklari ko'ryapsizlar, ABS yo'q, konditsioner, xullas gazlari bor ekan. Yana motor holatlari. Videomizga maksimal like bosamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib qo'yamiz. Balonlarga kelsak, balonlarimiz ham to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Saloni, linoni yo'q, ko'rilari, chexollari, xullas mana salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi. Xudoyim. Bagaj qismiga kelsak. Temir metan. Bagajimiz akalar choklari, avtomobilimiz bu yoqdan ham bir qator chok holatlari. Endi qo'ldan kelgancha unaganlardan, xo'p deganlardan akalar video olib ketyapmiz. Mashinamizning orqadan videosi, hozir qolgan ma'lumotlar egallarini olamiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Hech qanaqa chiqib Motorda rasxod yo'q, hadoyda ham ish yo'q. Konditsionerlargacha ishlab turibdi ekan. Akalar to'rtta yangi balongacha taqilgan. Xullas balon holatlari ham yaxshi ekan. Krasaga oltagacha. detalda yangi. 3 ta detalda. Oldarqa pechatmi? Uslitlari yechilmaganmi? Yo'q. Uslitlari yechilmagan, uslitlari yechilmagan akalar. Narxini qancha dedik aka? 5100. 5100 kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bozor so'radimi? Bo'ladigan. Yo'q, Rossiyaga. Bo'lishi 5100 da. Telefon nomeringizni aytib yuboring-da hozir. Nomeringiz. 94lik 293 4737 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz akalar. Akamiz Rossiya bilan gaplashyapti ekan, internet bilan gaplashyapti. Shunga shoshilibroq unaqa bo'lyapmiz akalar. Oldik videomiz. Mana mashinamizning holatini o'zlaringiz ko'ryapsizlar. 3 ta detalda kraskasi bor ekan, bo'lishi 5100 deyishyapti. Kami yo'q ekan akalar. Akalar, Sparkda yili balandroqni so'raganlarga mashinamiz 2019-yil 155 ming yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya mexanika, xullas oq rangda avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz ko'ryapsizlar, Toshkent motor. Kvadratnik choklari, uslitrlar, xullas gazlari, ABS, konditsioner, akalar hammasi bor ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz kecha taqildimi aka? To'rtta yangi balongacha akalarimiz kecha taqib qo'yishibdi. Saloni, linoni yo'q, ko'rilari, chexollari, mana salon holatlari akalar 155 ming. Shunaqa yurgan 2019-yildagi Sparkimiz. Mana salonlari, salondan bir qator videosi. Bagaj qismiga kelsak, mana bagajimiz choklari, metallari temir. Mana bu yoqdan ham bir qator akalar ko'rinishi. Mashinani orqadan bir qator videosi. Aka, motor hadoylari xudo xolasa yaxshimi? Kraskasi ham toza bo'ldi. Motorda rasxod yo'q, hadoylari yaxshi, to'rtta yangi balongacha taqilgan akalar. Kraskasini ham toza deyapsiz. Kraskasi ham akalar toza ekan, bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar, liboy proverka. Hamma yo'q ko'rsatadi. Qayerda mashinasi ekan aka? Asakani mashinasi. Asakani. Nomida gench ko'radi aka. Mashinasi, mashina o'zingizlardan dehqonchiligi. Bemalol akalar gen. Men o'zim mashina qurishman, o'zim mashina bu. Xullas gen qilib olsanglar ham bo'laverar ekan akalar. Narxini qancha dedik aka buni? 72 kam bor. 7200 kami bor. Savdosi bo'ldimi, bozor so'radim. Yo'q, endi hozir mashina. Endi xudo xolasa. Variant barter bank. Barter bo'laveradi aka. Barter deyman mashinalariga. Kelishib olamiz aka. Variant kami qancha pullari bo'lsa telefon qilsan aka qo'llarida. 4000 puli bo'lsa. Gideta 4000, eng kamida akalar 4000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar, variantga gaplashib tursanglar bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz 93lik 434 27-25 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Aka, rahmat, sog' bo'ling. Mashinamiz akalar
19 155 ming yurgan, kraskalari toza, ko'ryapsiz. 115 ming yurgan. Kraskalari toza akalar. Ko'rib turibsizlar, 4 ta yangi bilan taqilgan, 4 ming puli borga variantga ham chiqaveradi. Akalar, yili yangiroq Spark so'ragan akalarimizga mashinamiz 2021-yil 77 ming yurgan ekan, ikkinchi pozitsiya, plus Optima Plus varianti ekan. Mashinamiz ideal, cho'tka holatda. Motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor, podramnik, choqlari, filtrlar, xullas gazlari, ABS, konditsioner hammasi bor ekan akalar. Xullas ideal holatdagi Spark so'ragan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Mashinamizni akalar kraskasini ham toza deyishyapti. 4 ta charm qo'y yumshoq balongacha yangi balonlarga taqib qo'yishgan ekan akalar. Linoni yo'q, evakor kovliklar, chexollari ham xullas yangi mashinaga olib turib bunaqa sarf bergan joyi ham akalar yo'q ekan. Xudo xolasa mashinamiz chiroyli holatda. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinish. 4-pokoleniya gazlari, gazlari ham akalar 4-pokoleniya ekan. Temir metan bagajimizni shotlari, avtomobilimiz. Bu yoqdan bir qator salondan ko'rinish, bagajimiz akalar choq holatlari. Mashinamizni orqadan bir qator videoxasi 2021-yil 77 ming yurgan akalar. 4 ta yangi balonlari bilan kraskalarni ham toza deyishyapti. Aka, motor hadoylari ham zo'r bo'lsa kerak. 77 ming yurgan mashina ekan. Hadoyda ham ishi yo'q, Hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Olasizlar, faqat minasizlar. O'zi mashinaning holatini ham akalar ko'rib turibsizlar. Ideal holatda turibdi. Buni narxini qancha deyapmiz? 82 deyapsiz. 8200 kami bor-a? Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Bo'lyapti. Qancha qilishdi sir bo'lmasa aka? Bozor har xil aytgan. Variant barter bank. Variant barter bank. Faqat naqdga ekan. Generalni chiqami yo'qmi? Yo'q, o'tkazib olgan yaxshi. Faqat o'tkazib olish shart bilan sotiladi. Telefon nomeringiz 88lik 982-25-50 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Spark mashinamiz 2020-yil 140 ming yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya mexanika avtomobilimiz. Motor qismiga kelsak, motor holatlari, motorimiz Toshkent motor, podramnik, choqlari, filtrlar, xullas gazlari, ABS, konditsioner hammasi bor ekan. Balonlarga kelsak, balonlarimiz o'rtacha holatda. Avtomobilimiz salon, linoni yo'q, kovrilari, chexollari, xullas mana ko'ryapsizlar. Salon holatlari, orqa oynalar akalar tandirovka bo'lgan ekan, ichkarida kamiz yotibdi, dam olyapti, shuni hisobiga salon, orqa salon temir metal bagajimiz choklari, yoqdan ham bir qator chok holatlari. Avtomobilimiz orqadan bir qator videoxasi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Yaxshi. Rasvot yo'q motorda? Yo'q. Motorda rasvot yo'q. Hadoy idishchi? Hadoy ishlar yaxshi. Hadoylari ham yaxshi holatda. Qayerda mashinasi ekan aka? Shahardikimi? Shaharda mashinasi. Klassikalarchi? Samosetda bunaqasi bor, kraskasi. Oldida ketmas. Oldida petda, mashina kraskasi bor. Qolgan joylari yaxshi aka. Qolgan joylari akalar yaxshi ekan. Buni narxini qancha dedik aka? 7200. 7200 kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? So'rashyapti. So'rab naql ketishyapti. Variant barter bank yo'llari faqat naqdga. Mashina o'zingizlardan dehqonchilik. Mashina akalarimiz o'zlaridan ekan. Telefon nomeringiz aka? 90lik 060 13 77 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz. Akalar, mashinamiz 2020-yil 140 ming yurgan ekan. Xullas, ikkita joyda, bitta joyda ketma, bitta joyda orqa chap kiruvdi, kraskasi bor deyishyapti. Qolgan joylari yaxshi ekan. Bemalol olib borib ko'rsatib eshitib olaversa, telefon qilib gaplashib kelishib olaverasizlar. Navbatdagi avtomobilimiz Salat Vesvetdagi Spark mashinamiz 2013-yil 257 ming yurgan deyapsiz. 257 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya. Akalar, mexanika ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor, podramnik, choklari, filtrlar, xullas gazlari, konditsioner bor ekan. Konditsioner ishlaydi, xudo xolasa. Konditsionerlar akalar ishlab turibdi ekan.
Bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi. Inoni yo'q ko'ringlar, chiquvlari, xullas chiquvlar ham chiquvlargacha taqilgan ekan. Mana salon orqa oynalar tandirovka bo'lgan. Bagaj qismiga kelsak. Metan temir a? Metan akalar temir ekan. Bagajimiz bu yoqdan holatlari. Mashinamiz mana bu yoqdan bir qator videosi. Motor hadoylari qanaqa uka? Yaxshi. Motorda asfalt yo'qmi? Hadoy idishchi? Ha? Hadoy idishi. Yo'q. Hadoy idishi yo'q a? Akalar xudo xolasa olib turib minasizlar. Hadoyda ham ish yo'q deyishyapti. Klassika bilan qanaqa deyapsiz? Bitta malik. Petnos bormi kerak? Oldi 10 kiloda shundaroq petnosi bor, shundaroqda. Akalar oldi 10 kilo bitta joyda petnosi bor ekan, qolgan joyi yaxshi. Bemalol olib borib ko'rsatib tekshirib olishaveradi. Narxini qancha dedik? 5300 dan chot beramiz. 5300 ozmoz kami bor. Ozmi? Savdosi bo'ldimi yo'qmi? Bo'ldi. Men bugun chiqdim, opodam chiqardim. Variant barter bank yo'llar bormi? Banki bor, variant yo'q. Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Yo'q variant. Qayerda mashinasi o'zi? Shaharda-chi? Shaharda mashinasi. Telefon nomeringiz? 93lik 93lik 413 413 1048. 1048. Narxini qancha dedingiz? 5300 dan 5300 kami bor, 5300 akalar kami bor ekan. Mashinamiz 2013-yil 240 ming, 250 ming yurgan ekan. Xullas mashinamiz mana holatini ko'rib turibsizlar. Telefon qilib akalar gaplashib berishib olaverasiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Spark mashinamiz 2020-yil 139 ming yurgan. Ikkinchi paysi yevro variant deyapsizlar. Ikkinchi paysi akalar yevro variant ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz Toshkent motor. Padranik, choklari, usulitillar, gazlari, ABS, konditsionerlari akalar bor ekan. Eshitdinglar, motorga kulish tegmagan. Xullas, motorda muammosi yo'q, a? Motorda akalar muammosi yo'q. Diskalarga taqilgan. Hadoylari ham chut holatda deyishyapti. Linonin, ko'rik, chixol, xullas mana rullarimiz ham multirullar, mers rullar, monitorlargacha chiroyli qilib akalar taqib qo'yilgan ekan. Mashinamiz mana bir qator bu yoqdan ham akalar ko'rishlar mumkin. Deflektorlar ham taqilgan. Mana salondan akalar ko'rinishi. Xullas mashina ideal holatda ekan akalar. Olib turib unaqa sarflaydigan joyi yo'q. Maladiyojniy xullas. Mana bagajimiz choklari, kolonkalari ham cho'tkisidan qo'yilgan. Bagajimiz akalar chok holatlari. Aka, motor hadoylari zo'r deyapsiz, xudo xolasa. Motorda rasxod yo'q, hadoylari ham chotki. Hadoy yoqmadi desa $200 tashlayveramiz dedim. Hadoylari akalar eshitdilar, yoqmadi desa $200 o'tib ham beraveramiz deyishyapti. Qochib turib videoga chiqib qolasan. Kraskasi-chi? Kraska yo'q. Kraska toza, bemalol olib borib ko'rsatib berishtirib olishaveradi. Kraskalari ham akalar toza ekan. Narxini qancha deyapsiz aka bu? 7200 chot beramiz. 7200 ozmoz kami bor. Nima savdosi bo'ldimi yo'q, bozor so'radi? 67 qilishni bermadik. 6700 ga berilmadi. Ustiga yurishsa barakasi bo'lib ketadi. Ozmoz akalar ustiga qo'shsanglar, nasib bo'lsa barakasi ham bo'lib ketar ekan. Variant barter bank. Yo'q, naq. Faqat naqdga, faqat akalar naqdga sotilar ekan. Telefon nomeringlar 90lik. 90lik. Tak. Aytiraman. Sen nomeringni? Da. 052 12 77 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Sotormas dehqonimizda. Akalarimiz ular mashina o'zlaridan ekan, dehqonchilik, ular dehqondan saksiyani cho'tki spark so'ragan akalarimiz telefon qilib gaplashib bosib olgan joy ekan. Faqat akalar narxga sotiladi. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Spark. Akalar mashinamiz 2019-yil 143 ming yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya, xullas mexanika avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz ko'ryapsizlar, Toshkent motor. Padranik, choklari, usulitillar, xullas mashina benzin yurgan mashina ekan aka. Gazi yo'q, gaz qo'yilmagan ekan. ABS konditsionerlari bor akalar. Xullas benzinda yurgan mashina. Balonlari kelsa, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Salon, linoni yo'q, ko'ringlar, chixollar akalar mana salon holatlarida o'zinglar ham yaxshi ko'rib olishinglar mumkin. Mashina xullas akalar yaxshi holatda ekan. Unaqa chizilgan, netgan, mana salonda ham unaqa joylarni ko'rmayapman. Xullas o'zinglar ham bir qator ko'rsatib, tekshirtirib, kelib ko'rib. Shu yerda akalar ozmoz orqa chap kirilovda petnosi bor deyishyapti. Qolgan joyi yaxshi aka. Qolgan joylari akalar yaxshi ekan. Mana ko'ryapsizlar, gaz qo'yilmagan, undan qo'yib olib tashalmagan ham. Endi ma'lumotini aytamiz, gaz qo'yib olib tashalgan emas. Ikkita joyi akalar teshik bo'ladi endi hali.
Motorda bagajimizni, chok holatlari, avtomobilimizni orqadan bir qator videosi. Motor hadoylari ham yaxshimi? Alo. Zo'r, xudo xolasa rasxod qilishmaydi. Motorda rasxod yo'q. Hadoylari ham akalar yaxshi ekan, kraskasini ham eshitdilar bitta joyda. Shu kichkina petnosi bor ekan, qolgan joylari yaxshi. Narxini qancha deyapsiz buni? 6800 dan o'tib beraman. 6800 kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Bo'ldi. Qancha qilishdi sir bo'lmasa? 6,5 berishdi. 6500 ga berilmadi. Variant Barter Bank Hammasi ketdi. chiqaveradi. Variantga kami qancha pullar bo'lsa telefon qilsin qo'llarida. 3300 ming bo'lsa. Eng kamida akalar 3000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqaverar ekan. Barterda ham boshlariga. Barterga ham bor. Telefon nomeringiz 94lik 94lik 071 071 01 01 26. 26 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz.